Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qur'on muxlislari, Qur'on o'qishni o'rganamiz deb nomlangan navbatdagi tajvid darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan Voqea surasini 68-oyatidan 80-oyatigacha bo'lgan qismini o'rganishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Xo'p, bu joyda hamzaga ko'proq e'tibor beramiz. Afaraytum bo'lib qolishi mumkin. Afaraytum emas, afaraytumul. Ma'ada mad muttasil miqdorigacha yetish kerak. Cho'zilmay qolish ehtimoli ko'proq va lamdagi sukun qalqala bo'lib qolishi ham mumkin. Afaraytumul ma'a bo'lib. Unday emas. Al-ma'a allazi tashrabun. Shinda raxova bor va tafashshi bor. Kalovini bildirib o'tmasak, tashrabun bo'lib qalqala bo'lib qolishi mumkin. Tashrabun, tashrabun. Shni yaxshilab shillatib, sirg'altirib o'tamiz. Tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Bu joyda ham hamza antum bo'lib qolishi mumkin. Ikkalovi ham qattiq chiqishi kerak. Mimdagi sukun qalqala bo'lib qolmasligi kerak. Antum bo'lib qolishi mumkin. Tuma bo'lib, unday emas. Tum. Antum anzal anzada ixfa turish kerak. Anzaltumuhu bo'lib qolishi mumkin. An emas, anzaltumuhu. Lamni bayniyasini bildirib o'tamiz. Minal muzni. Zada ham raxova bor. Shuning uchun minal muzni bo'lib qolmasin. Lam ham z ham qalqala bo'lib qolishga yaqin. Minal muzni emas, minal muzni. Am nahnul bo'lib, bu joyda ham mim qalqala bo'lib qolishi mumkin. Am nahnul, mana shunday. Hada demak raxova bor, sirg'alish bor. Nahnul munzilun. Mana bu joyda endi ixfoga hushyorroq bo'lamiz. Mimda zamma, lamda zamma bo'lgani uchun
orada ixfo qilib turganimizda labimiz zammada qolib ketib, yo'g'on ixfo chiqib qolishi mumkin. Munzilun bo'lib, emas, zini hidi kelishi kerak. Munzilun. Labimiz zini mahrajida turishi kerak. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو bo'lib qolmasin. لو نشاء ham bo'lmaydi. لو نشاء vovda sirg'alish bor. لو نشاء جعلناه. جعلنani ko'p aytganmiz. Yana bir bor eslatamiz. Lam bilan nun mahraji deyarli bitta joyda bir-biriga idg'om bo'lib qolmasin. Ja'alnahu yoki ja'allahu bo'lib qolishi mumkin. Ja'alnahu ujajan bo'lib qoladi. Ixfosi ko'pchilikda ujajan falawla tashkurun. Bu joyda ham shinni roxavasi va tafashshisini bildiramiz. Tashkurundagi kni zammasidan bildirishimiz kerak. Bu nozik kamchilik. Tashkurun bo'lib qoladi. Kurun. Tashkurun xuddi sukunga o'xshab chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun usini bildiramiz. Tashkurun. Afara'aytumun narallati turun. Afara'aytum aytib o'tdik. Hamzalarga e'tibor beramiz. An-narda nni ushlaymiz. Tashdidli bo'lgani uchun. Turun da turun bo'lib burunga ketib qolish holati uchraydi. Faqat oxirgi nun degina ketadi. Bu yog'ida og'izdan o'qiymiz. Turun. Ana shunday. Antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Bu joyda ham antum bo'lib qolmasin. Antum ikkalovi mahrajidan qattiq chiqadi. Antum mimni ozgina bildirib o'tamiz qalqala qilmasdan. Ansha'tumdagi hamza ham chiqishligi kerak. Antum ansha'tum bo'lib qolmasin. Antum ansha'tum. Antum bo'lib chiqadi. Shni ixfosiga endi mushkulroq. Shu paytgacha tilimiz kelib qolgan bo'lsa kerak. Shni hidi kelish kerak. Ansha'tum. Bu joyda hamzani ham qalqala bo'lib qolishi mumkin. Ansha'tum bo'lib o'sha qalqala qilmaslikka harakat qilamiz. Ansha'tum yoki bo'lmasam ansha'tum bo'lib hamza ham bo'lib qolishi mumkin. Havo ham chiqmaydi. Shajarataha da mad munfasil 2 yoki 4 biz 4 cho'zib kelyapmiz. Shuning uchun miqdoriga yetkazib qo'yishimiz kerak, har xil bo'lib ketib qolmasin. Chunki hali quyida yana mad munfasilda keladi, bir xil bo'lish kerak. Shajarataha am nahnul. Bu kabilarni o'tdik. Mim qalqala bo'lib qolmasin. Ha roxavasi bilinsin. Munshi'un ham yuqorida aytganimizdek munzilunga o'xshab mim zammali sukunli nun shega yo'liqyapti, ixfo bo'ladi. Undan keyin zamma kelganligi uchun ixfoimiz ham yana zammada qolib ketishi mumkin. Bu joyda ham munshi'un bo'lib emas. Munshi mana ash desak labimiz qanday tursa, og'zimiz, labimiz, tilimiz ixfoda xuddi shunday turishi kerak. Munshi'un bo'lmasligi kerak. Undan tashqari mana bu hamza ham yengil bo'lib qolmasin. Munshi'un bo'lib qolishi mumkin. Shi'un, al munshi'un deb aytamiz. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu bo'lib o'tmasin, hada sirg'alish bor. Undan tashqari ohangga qiziqadiganroqlarimiz nahnu deb qo'yish mumkin. Nahnu nunni haga xuddi idg'om qilgandek tashdidga o'xshab qolishi mumkin. Nahnu emas, nahnu. Ja'alnaha buni o'tdik. Lam bilan nunni ajratishi. Tazkiratan. Bu joyda ham zal qalqala bo'lib qolishi mumkin. Tazkirataza bo'lib
Taza emas, tazkiratan. Zalda ham roxava bor, sirg'alinchlik bor. Sirg'altirib o'tamiz. Z bo'lib qolmasin yoki dot bo'lib qolmasin. Tazkiratan sirg'altirib, tazkiratan va mata'al lil muqwin. Bu joyda qofda qalqala bor, lekin undan oldidagi sukunli lamni qalqala qilib qo'yishimiz mumkin. Lila bo'lib, lila muqwin emas, lil. Endi qoffa qalqalasi yo'g'on qalqala va vov labimizdan chiqadi. Uchraydigan kamchilik qalqala qilmaslik va vovni o'zbekcha o'zimizni v ni aytib qo'yishligimiz. Masalan, lil muqwin bo'lib qolishi mumkin, muqwin yoki muqvin bo'lib qolishi mumkin, muqvin emas. Lil muqo qof yo'g'on, win ingichka va labdan. Lil muqwin mana shunday talaffuz qilamiz. Muqwin bo'lib qolmasin. Fasabbih bismi robbikal azim. Xo'p, bu joyda f ni yaxshilab bildiramiz. B'da jarang bor. Ko'p uchraydigan kamchilik shu jarangsiz bo'lib qolib p bo'lib qolishligi. Fasabbih bo'lib qoladi. Fasabbih emas, bi qattiq aytish kerak. Undan tashqari kasrasi ham bo'lib qoladi ayrimlarda. Shevaga tortib ketib qoladi. Masalan, fasabbih bo'lib qoladi. Fasabbih bismi. E'tibor bersak, b emas, bi va p ham emas, b ni jarangi bilinadi. Fasabbih mana shunday. Fasabbih. H ni ham ozgina sirg'altirib olamiz, roxavasi bor. Fasabbih bismi bo'lib qolmasin. Fasabbih bismi. Fasabbih. H ni xotirjam sirg'altirib, bismi sinni ham sirg'altirib olamiz, chunki h bilan sifati roxavada bir xil. Robbikal azim da ham robbikal bo'lib p bo'lib qolishi mumkin. B deymiz. Xo'p, al-azim lam qalqala bo'lib qolmasin va azimda vo. Ya'ni toni vosi tilimizni uchi, tishimizni uchi bilan chiqadi, yo'g'on bo'lib, azim bo'lib qolishi mumkin, ingichka bo'lib yoki bo'lmasam dot bo'lib qolishi mumkin, ko'p uchraydi. Azim, robbikal azim bo'lib qolishi mumkin. Ikkalovi ham emas. Shuning uchun buni ko'proq mashq qilamiz. Azi, alzi chuchukcha zalga o'xshab chiqadi, faqat o'shani yo'g'oni. Robbikal azim. Azim bo'lib qolmasin. Voni yo'g'on qilaman deb ayn ham azim bo'lib qolish holati uchraydi. Robbikal azim emas. Azim. Buni yaxshi tuzatib olsak, namozimizdagi rukuda subhana robbiyal azim deganimizda ham xuddi shu kalima. Sadaqallohul azim deganimizda ham xuddi shu. Ko'p uchraydi Alloh taoloning ismi sifatlaridan. Shuning uchun yaxshilab shu joyda chiqarib olishimiz kerak. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Xo'p, mana bu joyda demak madmun fasil bor. U yuqorida shajaratahan to'r cho'zdikmi? Demak fala uqsimu to'r harakat cho'zishimiz kerak. Uqsimu bo'lib qolishi mumkin. Uqsimu qofni qalqala qilamiz. Uqo qilganda ham o'sha tabiiy qalqala bo'lishi kerak. Hech qaysi harakatga moyil bo'lmasdan zammaga moyil bo'lib qolish ham ehtimol. Uqusimu fala uqusimu oldida zamma bo'lgani uchun uqu bo'lib qolishi mumkin. Unda emas, uqo. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Bima va bo'lib o'zbekcha bo'lib qolmasin. Va deymiz. Mana bu joyda qofning kasrasiga hushyor bo'lamiz. Bimawaqi'in bo'lib qoladi ayrimlarda. Qa'in, qi'in isi bilinish kerak. Nujum da nunni demak tashdid bo'lgani uchun ushlab turamiz. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Wa innahu bo'lmasin, hamzani bildiramiz. Wa innahu nunni ushlaymiz. Nunda g'unna borligi uchun h ga ham o'tib ketib qoladi ayrimlarda. Va innahu bo'lib burundan chiqmasin, hu bo'lib og'izdan chiqsin. Laqasamul law ta'lamuna.
ta'lamun yoki ta'a bo'lib qalqala bo'lmasin. Azim mana bu joyda ham yuqoridagidek faqat alif lomi yo'q. Vo yo'g'on va azim bo'lib bot bo'lib qolmasin, uchrab turadi yoki azim yoki azim bo'lishligi azi bo'lib yuqorida aytganimizdek talaffuz qilinadi bu ham. Innahu laqur'anun karim. Innahu aytdik, dimoq ketib qolmasin, nunni ushlab turamiz, tashdidi bor. Ana endi mana bu joyda ro juda ham ko'p qalqala bo'lib qoladi. Laqur'anun, laquru bo'lib, laquru bo'ldimi? Demak, u qalqala. Unda emas, sukun qilamiz. Laqur farqi. Laqur, laquru ikkaloni farqi bor. Sukun qilib o'tishimiz kerak. Laqur'anun, laqur'anun, laqur'anun bo'lmasin. Laqur'anun karim ixfosi ingichka kda. Laqur'anun bo'lib qolmasin. Hop. Fi kitabim maknun. Bu oson, faqat shu maknunda kni hamsi bilinish kerak. Maknun bo'lib qolishi mumkin. Maknun yoki maknun bo'lib qalqala ham bo'lib qolishi mumkin. Maknun emas. Shadda va hams. Maknun. Endi mana bu joy sal mushkulroq-ku, lekin sekin-sekin mashq qilib tuzatib olishimiz kerak. Yuqorida ham o'tgan bu kabi misollar. Nunda g'unna bor, ya'ni dimoq sifati bor. Oxiridagi nunda ham shunday, orasidagi vovda, ya'ni madda g'unna yo'q. Shuning uchun ajratishimiz kerak. Maknun bo'lib qolmasin. Nun bo'lishligi kerak. La yamassuhu illal mutahharun. Xo'p, la yamassuhu sinda og'iz yoyib sinni aytib olamiz. Darrov zammaga ketib yo'g'on qilib qo'ymaylik. Masalan, la yamassuhu bo'lmasin, la yamassuhu emas, la yamassuhu sinni aytib olib, keyin uni aytamiz. La yamassuhu. Huda demak mad munfasil bor. Mad silatul kubro deymiz. Lekin mad munfasil tushunarliroq. Munfasilda turkumiga kirgani uchun. Buni ham demak yuqoridagilar bilan bir xil to'r harakat cho'zamiz. Illal bo'lib mana bu lam qalqala bo'lib qolmasin. Mutahharun bo'lib to yo'g'on, ro yo'g'on, orasidagi ha ingichka, lekin yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ha deymiz. Al-mutahharun, mutahharun, mutahharun bo'lmasin. Hani ingichka qilaman deb ayrimlarda to ta bo'lib qolishi ham mumkin. Mutahharun bo'lib to yo'g'onligicha qolish kerak. Tanzilum min robbil alamin. Mana bu joyda t ayrimlarda endi ko'p bo'lmasa ham tanzilum bo'lib ta shamol bilan chiqib qolishi mumkin. Unda emas, ta shamolsiz chiqadi. Ya'ni harakatli bo'lgan paytda. Tanzilun, tanzilun bo'lmasin, tan z mahrajida turadi ixfa paytda. Tanzilum ushlab turamiz mimma. Mir robbil alamin. Robbil bo'lmasin. Lamdagi sukun qalqala bo'lmasin. Robbila bo'lib robbil alamin. Aynni cho'zamiz. Ayrimlarda robbil a'lamin bo'lib qolishi mumkin. A'lamin emas, alamin. Va oxiridagi min bu ham maknundagi mim dimoqdan, nun dimoqdan, orasidagi mad dimoqsiz bo'lishi kerak. Min uchraydigan kamchilik min bo'lib qolishligi. Bu kabi kalimani darsimiz boshida Fotiha surasida ham o'tganmiz. Sadaqallohul azim. Bugungi demak o'tadigan darsimiz shu. Qolgan mulohazalarimizni tinglash davomida bildirishga harakat qilamiz. Alo, Surxondaryodan Ibrohim Mansur. Qora aka, boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir
الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. Maşallah. Ko'z temasini doimgidek juda ham yaxshi Ibrohim qori aka. Hatto o'sha shega bo'lgan ixfoingiz ham zo'r chiqdi. O'zi shega bo'lgan ixfodan o'sha yaxshi chiqdimi, demak qolgan hammasi zo'r bo'ladi o'zi. Rahmat ustoz, rahmat sizga, Allohning izniyle. Salomat bo'ling. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Shohida. Maşallah. Boshlayvering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. Yashang. Doimgidek juda ham yaxshi. Faqat shu boshida tashrobun sal tebralgandek bo'lib o'tdi. Tashrobun deb qo'yasiz. Qolgan hammasi joyida. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, Jizzaxdan Shahnozaman. Boshlayvering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. Mashalloh, hammasi juda ham joyida. Am nahnul munzilun deyinchi. Am nahnul munzilun. Shu sal zelun bo'lyapti, zi deydi, zi. Zi. Keyin qofdagi qalqalarni sal yuqoriroq qilasiz. Sizniki masalan lil muqawin deyinchi. Lil muqawin. Qarang, muqa bo'lyapti-da, muqa. Muqa yuqoriroq qiling, oga moyil qiling. Lil muqawin. Lil muqawin. Oga moyil qilsangiz, masalan, fala uqosimu bunda ham uqa bo'lib qoldi, uqa. Yo'g'onlashtirasiz. Sal yo'g'onlashtirasiz. Innahu la Qur'anun karim aytingchi. Innahu la Qur'anun karim. Shu joyda hamzaga sal ayn aralashyapti. Ko'p emas, sal. La Qur'anun. La Qur'anun. Yashing mana, xuddi shunaqa chiqish kerak. Qolgan hammasi joyida, Alloh taolo ziyoda qilsin. Rahmat ustoz, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, salomat. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.